Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Qur'on o'quvchilar. Qur'on o'qish darsimizni davom etamiz. Bugun darsimizning 10-qismi, demak darsimizni boshladik. O'tgan darsda sa harfini o'tgandik, takrorlaymiz. Demak bu harfning mahraji, tilning uchi tepa va pastki oldi tishlarni qirrasiga tekkan holda chiqardi. Tilning uchi tishlarning ichkari tarafida qolib ketishi kerak emas. Sa, si, su, as, bas, sib, sam, sin, samar, saman, savbu, savru, savbu, saybu, mislu, muslu, masal, كوثر أكثر يكثر أثبات يثبت استكثر يستكثر استثقل يستثقل سمر ثمر. Demek ikkitasini farqi s, f, samar, samar, sabtu, sabtu, salsu, salsu. Bugungi harfimiz sod harfi. Sod harfi yo'g'on harflardan. Bu harfning mahraji tilning uchi oldingi pastki tishlarning uchiga tekkan holatda chiqadi. So, si, su, as, sum, sif, fas, sorof, sober, basor, qosob, nasoro, yansuru, istabsoro, yastabsiru. Demek sin va sod harflarining farqlari. Safar, sofer, sayfu, soyfu, intasaba, intasaba. Takrorlaymiz. So, si, su, as, sum, sif, fas, sof, sorof, sober, basor, qosob, basoro, nasoro, yansuru, istabsoro, yastabsiru. Demek sin harfi s, o'zimizdagi s tovushi kabi. Demek sod harfi s, safar, sofer, sayfu, soyfu, intasaba, intasoba. Bugungi darslarimiz shu yerda yakunlaymiz. Harflarning mahrajlarini Shayx Alijonqor ustozimiz darslaridan o'rganib, keyingi darslarga mukammal o'rgangan holatda o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha